Assalomu alaykum barchaga. Darsimizni demak boshlaymiz. Bugun 22 talik mock testimizni tahlilini ko'rib chiqamiz. SAT Hunters guruhiga tashlangan. Adashmasam modul 221 test edi. Ekran va ovoz hammaga yaxshi boryaptimi? Ustozlar, o'quvchilar, yaxshi borayotgan bo'lsa kommentariyaga plus belgisini qoldiringlar. SAT O'zbekiston kanalini kommentariyasiga. Keyin darsimizni boshlaymiz. Ekran, ovoz hammada yaxshimi? Yaxshi. Endi bitta narsani so'rab o'tmoqchiman. Test qanday bo'ldi sizlarga? Mana shu testimiz qiyinlik qildimi yoki osonmi? Yani ko'pgina bu yerda ko'rilgan savollar eski yilda testlar edi. Testda darajasi sizga qanday bo'ldi? 35 daqiqada ushbu testni yechishga ulgurdingizlarmi, ustozlar? 35 daqiqa. Kim qiynaldi, kim ulgurdi, kommentariyaga yozingizlar. Chunki yaxshi tayyorgarlik ko'rganlar bo'lsa, bu testda juda ham tanish, yodlab o'zi javobini yozib ketardi. Ulgurdik. Qolganlar hamma yozsa. Yo'q. Modul 221 modul 2 bo'yicha tuzilgan test. Endi ochdim, ulgurmadim debdi. Yaxshi, bo'lmasa biz tahlilni boshlaymiz. Ichida 8-martda imtihonda tushgan savollar ham bor, undan oldingi dekabr oyida tushgan testlarimiz ham bor. Ikkalasi aralashtirilgan holatda mock test tuzilgan edi. Asosan demak, bu testimiz modul 2 ga to'g'ri keladi, matematika qism. Birinchi masalaga diqqatimizni qaratamiz. Birinchi masala bir piramida. Right? Endi bu yerda to'g'ri burchakli bo'lmaydi, shunchaki bir piramida. Asosi kvadrat bo'lgan. Bir piramida has a sheet degani balandlikka ega. Biz sheet so'zini balandlik deb tarjima qilgandik. Balandlik. O'sha bizani have, has so'zimiz ega ma'nosida kelyapti. U balandlikka ega. Qancha balandlik? 11 santimetr balandlikka ega. Ikkinchi piramida a second degani bir ikkinchi. Non article bu. Bir second degani ikkinchi. Tartib sonlarni bilamiz. Bir ikkinchi demak, asosi kvadrat bo'lgan piramida u piramidani balandligi 22 santimetr. Piramida. Endi the area, mana bunda area bo'lish kerak. Area degani yuza deb tarjima qilamiz. The area of the base bo'lgandan keyin of the base asosining, of preposition ning deb tarjima qilinadi. Base degan so'zimiz asos. Piramidaning asosi haqida gap ketyapti. Endi of the base asosining the area yuzasi each of degani har biri. Each degan so'zimiz har bir. Har bir piramidani asosi bu ikkita piramida uchun 100 santimetr. Tushunyapsizlar? Bizda dastlab birinchi piramidani balandligi berilgan. U balandlik birinchisi 11 santimetr,
ikkinchisi 22 santimetrlik aytilgan. Va ondan keyin har birini yuzasi bez asosining yuzasi 2 ikkita piramida uchun 100 santimetr. Demak, asoslari bir xil ekan. Va bizda uni kvadrat ekanligi masala shartida yuqorida aytilgan. Endi so'rayapti which of the following. Quyidagilardan qaysi biri closest to. Closest to degan so'zimiz taqriban yaqin deb tarjima qilamiz. Quyidagilardan qaysi biri taqriban yaqin bo'ladi? Difference degani farqi. Difference degani farqi. Nimalar farqi? Surface degani sirtini yuzalari, sirtini yuzi. Surface area sirtini yuzi. Surface'ni o'zi ishlatildimi, siz har doim to'la sirti deb tushunavering. Masalan, lateral face bo'lib keladi. Bu degan bu yon sirt degan. Ikkalasini adashtirmang. Shunchaki surface o'zi ishlatilimi, siz to'la deb tasavvur qilavering. Quyidagilardan qaysi biri taqriban yaqin bo'ladi? Sirtini yuzalari difference degani ayirmasi, farqi. Of the second ikkinchi piramidaning yuzasi va the surface area sirtini yuzasi the first birinchi piramida santimetr kvadratda. The first degani birinchi. Bizda ayirmasi degan so'zimiz mana bu difference ga to'g'ri kelar ekan. Tushunapsizlar? Mana bu difference degan so'zimiz alohida belgilab qo'ydim. Bu ayirmasi. Difference ayirma, surface area sirtini yuzi ikkinchi piramida va sirtining yuzi birinchi piramidani difference farqini top deb masalaga shart qo'yibdi. Bu piramidaning asoslari bir xil ekan. Endi birinchi piramidani biz demak chizadigan bo'lsak, asosi kvadrat bo'ladi. Bu birinchi piramida. Ikkinchi piramida ham xuddi shunaqa. Asosi bir xil kvadrat. Faqatgina bo'lim balandligi kattaroq. Mana bunaqa holatda turibdi. Buni balandligi 11 ga teng. Buni balandligi 22 ga teng bo'ladi. Tushunapsizlar? Mana bu demak 11 ga teng, bu 22 ga teng ekan masala sharti bo'yicha. Endi bizda bu piramidani asoslari bir xil bo'lgani uchun tomoni A dan deb belgilash kiritamiz. To'la sirtlarining farqi birinchi piramida uchun yozaman. Birinchi piramida asosini birdan demak A kvadrat 100 bo'ladigan bo'lsa, asosini biz 10 deb ketsak bo'ladi. Mana buni birdan 10 deb yozib qo'yaylik. Mana bu ham 10 bo'lyapti, bu ham 10 bo'lyapti. Endi piramidaning yon yog'ining balandligi uning apofemasi deb ataladi. Bu yerda qirralari teng bo'lgani uchun bu teng yonli uchburchak. Teng yonli uchburchakka yon tomondan balandlik tushirilyapti. Bu apofema deyiladi. Va mana bu yer ham 90 gradus bo'ladi. Va bu mana bu masofamiz 5 ga teng bo'ladi. 10 ga yarim. Endi apofemani biz topadigan bo'lsak, nima bo'lyapti? Apofema ildiz osti. Mana bu 11 ning kvadrati, 5 ning kvadrati Pifagor teoremasidan. Bizani apofemamiz mana bu F1 deydigan bo'lsak, barobar 121 plusdan 25 bo'lyapti. Yoki ildiz osti 149 desak bo'ladi. Ikkinchi tomondan buni o'tkazaman va yon yog'ini apofemasini tushiraman. Mana bu demak 90, mana bu 5 bo'ladigan bo'lsa, bu apofema ildiz ostida Pifagor teoremasidan 484 plusdan necha bo'lyapti? 25 bo'lyapti.
484 ga biza 25 ni qo'shadigan bo'lsak, 480, 500, 529 bo'lyapti. 509 bo'lyapti. 509 bo'lyapti. Endi biza apofemalarni topib oldik. Birinchisi uchun S1 ni yozaman. S asos plusdan S yon bo'ladi. Endi asosining yuzi ikkalasi ham 100 ga teng. Agar endi mendan S yonni so'rayotgan bo'lsa, S yon bitta uchburchak, mana bu bitta uchburchak bo'ladigan bo'lsa, mana shu uchburchakdan 4 ta borda. 10, mana buni sal pastroqdan yozamiz. S1 S yon 100 plusdan asosi 10, uchburchakning balandligi iltizosi 149 taqsim 2. Mana shundan demak 4 ta bor. 4 ta yog'i borda. S2 ham xuddi shunaqa. Asosi 100. Bitta demak yon yog'ini topadigan bo'lsak, mana bu masalan, mana bu yon yog'ini topadigan bo'lsak, nima bo'ladi? 10 ko'paytiraman, ildizosi 509 taqsim 2, 4 ta yog'i bor. Men faqat mana bunisini topib qo'yapman. Bunda bunisini topib qo'ydim. Endi S2 dan S1 ni ayiradigan bo'lsak, shuni ayirib yuboraman. S2 minusdan S1 100lar qisqarib ketadigan bo'lsa, 20 ildizosi 509 ayiraman, 20 ildizosi 149. Sizda demak kalkulyator bo'ladi. Kalkulyatorda hisoblasangizlar necha chiqadi? 20 ko'paytiramiz. Ildizosi 509 hisoblaganlar. Ildizosi 509 ko'paytiraman 20. 451,22 dan ayirishimiz kerak. 20 ildizosi 149. Taqriban 209 degan natijaga ega bo'lamiz. ikki yuz to'qqiz bo'lyapti. Mana bu uzr 149 debman, 146 bo'ladi. Mana bunga qaramabman. Ildizosi 146 bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi hammaga? ikki yuz to'qqiz taqriban bo'lyapti. To'g'ri javob A ga to'g'ri kelar ekan. Tushunarli, ha? Mana bu yerdan yana bir marta tushuntirib ketaman. Mana bu demak piramida bo'ladigan bo'lsa, asosi kvadrat bo'lgan. Asosi kvadrat. Endi uni demak balandligi va biza yon yog'ini balandligini tushiradigan bo'lsak, mana bu 90 gradus bo'ladi, mana bu h bo'ladigan bo'lsa, mana bu a bo'ladigan bo'lsa, bu a taqsim 2, mana bu apofema bo'lib qoladi. Endi h kvadrat plusdan a taqsim 2 ning kvadrati barobar apofemaning kvadratiga teng bo'lib qolar ekan. Mana shundan foydalandik. Mana bu yerda ham bu 10 bo'ldi. Yarmi 5 bo'ladi. Apofema 2 ni topadigan bo'lsak, apofema 2 ning kvadrati 22 ning kvadrati plusdan 5 ning kvadrati. Bundan apofema 2 chiqyapti, ildizosi 509 chiqyapti. Va bu holatda ham xuddi shunday bo'lyapti. Mana bu apofema 1 bo'ldi. Apofema 1 ning kvadrati barobar 11 ning kvadrati plusdan 5 ning kvadrati. Apofema 1 barobar ildizosi 146 ga teng bo'ldi. Tushundingizmi? Biz bo'lmasa keyingi masalaga o'tamiz. To study degani study degani izlanish olib bormoq. O'qimoq ma'nosida keladi, izlanish olib bormoq.
Fluctuations degani bu tebranish degani. Tebranish. Barik leaf degani barik degani. Bu yerda meni barik suvni potensialini qalqishi yoki tebranishini o'rganish uchun barik suvi tebranishini demak o'rganish uchun potential degani potensialni samples of wood degani yog'och namunalari. Sample degan so'zimiz namuna. Wood degani yog'och. Barikli suvni potensialini izlanish olib borish uchun shu bo'yicha yog'och namunalari olindi. Taken. Biza ko'rganmiz take so'zi bor, took bor, uchinchisi taken notruf fe'l bo'lgani uchun bu demak tarjimasi olmoq. Passive voice'da kelgani uchun olindi. Nimadan olindi? From preposition'idan. 26 ta trees degan daraxtlardan olindi. Daraxtlar. 26 ta daraxtdan yog'och namunalari olingan. Barikli suvni demak qalqishini tekshiryapti ilmiy izlanish. Va bu 26 ta daraxt nima qilindi? Cut degani kesmoq, kesilibdi. The shape of degani the shape of shakli. Shakli bir kub. Ya'ni bu daraxtlardan kesilayotgan shakllar kubni bizaga ifodalar berar ekan. Tushunasizlar? The length of degan uzunligi. Length degan so'zimiz uzunlik deb tarjima qilamiz. Uzunlik nima? Of the edge degani qirraning. Chunki of preposition'ining edge degani qirra. Of the edge bo'ladigan bo'lsa qirraning. Bu yerda kubning qirrasiga nisbatan gap ketyapti. Qirraning uzunligi 1 degani bittasi. Of these cubes degani bu kublarning. Mana bu qismda bu kublarning 1 bittasini edge qirrasi length uzunligi 2 santimetr. Nechtadir kub 26 ta daraxtdan olingan, lekin nechtaligi aytilmayapti va bittasi to'g'risida ma'lumot berilyapti. Mana shunaqa bitta kub olingan. Mana shu kubimizni qirrasini uzunligi 2 santimetr ekan. Mana bu 2 santimetr. Bilamiz, kubning barcha demak tomonlari teng bo'ladi. Aytyapti if agarda agar this kub bu kub this degan so'zimiz bu deb tarjima qilinadi. Bu kub mass degani massasi 5,12 gram bo'ladigan bo'lsa, mana shu kubimning massasi 5,12 512 5,12 ekan. 5,12 gram bo'ladigan bo'lsa deyapti. Hop, nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Density degani biza o'zbek tiliga zichlik deb tarjima qilamiz. Zichlik nimaga teng bo'ladi? Of this kub bu kubning gram per kub santimetr. Per kub santimetr degani 1 kub santimetr. Yoki shunchaki santimetr kub. 1 santimetr kubga to'g'ri keladigan zichlik nimaga teng bo'ladi deb masala shart qo'yibdi. Qarang, har doim per degan so'z kelyapti-ku. Doim bu birlikda mahrajga tushadi. Masalan, gram taqsim santimetr kub. Bu yerda bu zichlikni o'lchov birligini ifodalab kelyapti. Gram tepada turadi. Per degani 1 kub santimetr yoki 1 santimetrga to'g'ri keladigan
Massa bu zichlik bu yerda. Va uni birligi hozir gramm taqsim santimetr kubda ifodalanibdi. Qaraymiz. Bizada zichlik ro harfi bilan belgilanadi. Roning qiymati nimaga teng deyapti? Massa barobar zichlik ko'paytiraman hajm. Va bu yerdan roni topadigan bo'lsam, massani hajmga bo'lishim kerak. Va e'tibor qiling, biza masala shartida zichlikni birligini mana keltirib chiqardik o'zi. Mana shunday gramm taqsim santimetr kubda bizdan so'rayapti. Va bu yerda e'tibor qiling. Massani birligi o'zi grammda berilgan. Nimaga qarab bilyapman? Chunki massa 5,12 gramm degan. Endi kubning tomonlari 2 santimetr bo'lgandan keyin kubning hajmi a ning kubi bo'ladi. 2 santimetrning kubi bu 8 santimetr kubga teng bo'ladi. Bundan xulosa qilishim mumkin. Hajmni birligi endi bizada santimetr kubda turibdi. Mana massaga gramm, hajmga santimetr kub. Tushundingizmi? Bu yerdan demak ro barobar massa 5,12 gramm. Mana bu o'lchov birligini alohida yozib qo'ydik. Hajm 8 santimetr kub. Barobar 0,64 gramm taqsim santimetr kub degan. Density yana qaytaraman. Bu zichlik deyiladi. Zichlik. Bunga ta'rif beriladigan bo'lsak, birlik hajmga to'g'ri keladigan massa. Bu nima degani? Agar bizani zichligimiz 0,64 gramm taqsim santimetr kub bo'ladigan bo'lsa, hajmi 1 santimetr kub bo'ladigan joyimiz bo'ladigan bo'lsa, bu joyga demak ro ko'paytiraman v 0,64 gramm taqsim santimetr kub 1 santimetr kub. Santimetr kub bilan santimetr kub qisqaradi. 0,64 grammli massali jism ketadi mana shu hajmga degan. Tushundingizmi? Ya'ni 1 santimetr kubga 0,64 gramm massa to'g'ri keladi degani. Sizda 1 santimetr kublik joy bor, mana shu joyga 0,64 gramm massa to'g'ri kelar ekan. Ma'nosi shu zichlikda. Birlik hajmga to'g'ri keladigan massa. Zichlikning asosiy ta'rifi bu. Bizning to'g'ri javobimiz demak ochiq test ekan 0,64 deb yozamiz. Tushunarli bo'ldimi? Kechagi kungi testimizda yana bu masala takrorlangan, shu uchun mana bu formulani esdan chiqarmaymiz. Massani topish uchun ingliz tilida massa density zichlik ko'paytiraman hajm. Volume degani hajm. Va o'lchov birliklarigacha e'tibor berish kerak. Agar boshqa o'lchov birligida so'rasa, bir o'lchov birligidan ikkinchisiga biz o'ta olishimiz kerak bo'ladi. Keyingi masalaga diqqatimizni qaratamiz. The figure degani rasm. Shown degani ko'rsatilgan. Rasm ko'rsatilgan ekan, mana yuqoridagi rasm. Va bu rasmimiz consist of degan so'zimiz bor ekan, dan iborat. Dan iborat. Bu preposition shunaqa tarjima qilinadi. Bizning rasmimiz bir to'g'ri to'rtburchak noaniq artikl keladigan bo'lsa, biz buni bir deb tarjima qilamiz. A rectangle degani bir to'g'ri to'rtburchak. To'g'ri to'rtburchak. Bizning rasm bir to'g'ri to'rtburchak va and degan so'zimiz va deb tarjima qilamiz. Bir semicircle degani yarim aylanadan iborat ekan. Bir yarim aylana. Rasmga diqqatimizni qaratamiz. To'g'ri to'rtburchak va bizaga yarim aylana tasvirlangan. Endi nima deyapti? Qayerdaki
The length degani uzunlik. Uzunlik Wx 20 unit degan so'zimiz birlik ekan. Unit birlik. Wx'imiz mana bu 20 ekan va uzunlik Wz 5 unit ekan. Mana bu 5 ga teng ekan. Endi bizani aylanamizni markazi mana bu nuqtada bo'ladigan bo'lsa, biz bilamiz aylanamizning radiusi 10 ga teng bo'ladi. 10 ga tengligi aniq. Bizdan nimani so'rayapti? The diameter. The diameter of the semicircle. Of the semicircle degani yarim aylananing diametri Wx ekan. O'zi ko'rinib turibdi bu narsa. Which of the following? Quyidagilardan qaysi biri expressions degan ifodalar? Quyidagilardan qaysi biri ifodalar? Represent degan so'zimiz bor ekan, ko'rsatib bermoq. Quyidagilardan qaysi biri bizga ko'rsatib beradi? Kvadrat unitda. Endi yuzani bilamiz, kvadrat, santimetr kvadrat, detsimetr kvadrat. Endi o'lchov birligini aytmagan. Kvadrat unit, kvadrat birlikda shu narsani ko'rsatib ber deyapti. Tushunasizlar? Kvadrat birlik degan. Kvadrat birlikda, demak, quyidagilardan qaysi ifodalar? Area yuzasi bo'ladi. Yuza. Rasmning. On the figure degan rasmning yuzasi bo'ladi. Endi buni biza yuza so'ragan uchun aylana emas, doira deb tasavvur qilamiz. To'g'ri to'rtburchakli yuziga yarim doirani yuzasini qo'shamiz. To'g'rimi? Endi agar bu to'liq doira bo'lganda per kvadrat bo'ladi. Bu demak pi r ning kvadrati taqsim 2. Radius bizga 10 ligi bor. Mana. Shunda pi 10 ning kvadrati taqsim 2 50 pi ga teng bo'ladi. To'g'ri to'rtburchakli yuzasi n ni ko'paytiraman, bo'yi bo'ladi, 100 bo'ladi. Endi s umumiy ikkalasini yig'indisi bo'ladimi? 100 plusdan 50 pi ga teng bo'lar ekan. 100 plusdan 50 pi. C javob to'g'ri bo'ladi. Keyingi masalaga qaraymiz. P kvadrat side length degani tomon uzunligi. Side tomon, length degan uzunlik. P kvadrat tomon uzunligi has degan so'zimiz ega. Qancha tomon uzunligi ega? X inch ekan. Bizda bitta kvadrat bor ekan. Tomoni uzunligi x ekan. Bu ham x, bu ham x. Q kvadrat bor. Uni perimetri 32 inchga greater than. Greater than degani katta. Uning perimetri 32 inchga katta. Nimaga nisbatan? Perimeter of kvadrat pi ga nisbatan. Yana bizada qanaqadir q kvadrat bor. Buni perimetri endi bilamiz 4x bo'ladi. Buni perimetri 4x plusdan 32 bo'ladi. Endi bu q bo'ladi-da. Shunaqa deyapti. Endi tomonni uzunligi x plus 8 dan bo'ladi. Perimetr 4 ga bo'lib qo'yadigan bo'lsak. Shunaqa bo'ladi. Birinchisi q, birinchisi p, ikkinchisi q. Va greater than degan so'zimiz katta degani. Kvadrat q perimetri 32 inchga greater than katta, perimetri kvadrat p ga nisbatan. Va z function f funksiya bizaga give degan so'zimiz bermoq. Funksiya bizaga berar ekan the area yuzasini, kvadrat quni. Kvadrat inchda berar ekan. Which of the following? Quyidagilardan qaysi biri define degani aniqlab bermoq. Aniqlab bermoq. Nima aniqlab beradi? F ni bizaga aniqlab beradi. Yuza, quni yuzasi fx bo'ladigan bo'lsa, bu x plus 8 ning kvadrati bo'ladi. To'g'ri javobimiz shunda A javobga to'g'ri kelar ekan. Tushunarli bo'ldimi hammaga?
Hop, keyingi masalamizga diqqatimizni qaratamiz. Volume degani hajm. Hajmni birligi kubik bo'ladi, unit. Right degani to'g'ri. Aylanasimon silindr A, circular degani aylanasimon. Aylanasimon silindr A bilan aylanasimon silindr B, ularning hajmlari berilgan ekan bizga. Aytyapti the table. Table degan so'zimiz jadval. Jadval. Show degani ko'rsatmoq. Jadval bizga ko'rsatib berar ekan the volume, hajm. Nimaning hajmi? Ikkita similar solid degani ikkita o'xshash qattiq jism. Ikkita similar degani o'xshash degani. Solid degani qattiq jism. Endi silindr bu qattiq jismga kiradi. Silindr, konus bilamiz. Ikkita qattiq jism bizga ko'rsatilgan ikkalasi bir-biriga o'xshash ekan. A silindr va to'g'ri silindr B. The radius silindr A'niki to'g'ri unit. Ani demak radiusi 4 ga teng ekan. Aytyapti the surface area, sirtini yuzasi. Sirtini yuzi. Silindr A'niki K ko'paytiraman P. Silindr demak A'niki K ko'paytiraman P ga teng ekan. Kvadrat unitda. Endi va sirtini yuzasi to'g'ri silindr B'niki N ko'paytiraman P ekan. S B'niki N ko'paytiraman P ekan. Bizdan nimani so'rayapti? Qayerdaki K va N'lar konstant, o'zgarmas sonlar. O'zgarmas sonlar bo'ladigan bo'lsa, hop, nima bo'ladi? Value. Value degan so'zimiz qiymat deb tarjima qilamiz. Qiymat nimaga teng bo'ladi? N minus K. Endi the surface area. Silindrni demak sirtini yuzasi bizada formulasi ham berib qo'yibdi. Agar uning balandligi radiusi R va balandlik hit degani balandligi h bo'ladigan bo'lsa, silindrni demak to'la sirti 2πr kvadrat plus 2πr h bo'ladi. Bizada silindr bor. Mana bu ikkinchi silindrimiz. Silindr tepa asos, pastki asos. Mana buni biz tutashtirdik. Endi silindrni to'la sirti yozaman. S to'la nima bo'ladi? Ikkita asosi bor. Tepa va pastki qism. Har biri per kvadrat bo'ladigan bo'lsa, mana shundan ikkita bo'ladi. Endi tasavvur qiling, silindrni o'rtasidan shunday qirqib tashladim va yoyib tashladim. Silindrni shunday o'rtasidan qirqdim, yoyib tashladim. Balandlik turibdi. Mana bu silindrning asosi uzunligi, mana bu silindrni, mana bu asoslar uzunligi, mana aylana-ku. Bu aylanani ochib yuboradigan bo'lsam, aylana uzunligi 2πr h bo'ladi. 2πr bo'ladi, uzr, h debman. Chunki bu yerda aylanasi uzunligi 2πr bo'lib turibdi. Va xuddi shuni buni ham ochib yubordim. Bu kesib, bu ham 2πr bo'ladi. Balandligi h bo'lib turibdi-da, silindrning kesilgan holati bu o'q kesimi bo'ladi. O'q kesimi to'g'ri burchakdan iborat. Va plusdan bu o'q kesimni yuzasi 2πr ko'paytiraman h. Demak, silindrning to'la sirti
2pr kvadrat plus 2prh ekanligi ma'lum bo'lib qolar ekan. Mana shu narsani bizga tushuntirib beryapti. Silindrning hajmini ham yozib ketaman. Silindrning hajmi S asos ko'paytiraman balandlik bo'ladi, bu h. Asosning yuzasi pr kvadrat ko'paytiraman h bo'ladi. Mana o'zi asosiy, demak, ikkita uchta formulasi bor. Testda keladigan holatlari sizlardan so'rashi mumkin bo'lgan holatda shunday. Endi bizada nimalar bor? Bizada hajmlar bor. Xo'p, V A silindrning hajmi berilgan 112 pi, V B silindrning hajmi berilgan 3024 pi berilgan. Bu silindrlar demak o'xshash degani uchun biz shundan foydalanishimiz kerak. Ikkita silindr agar o'xshash bo'ladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Yuzalar nisbati pi r1 ning kvadrati taqsim pi r2 ning kvadrati nimaga teng bo'ladi? Yuzalar nisbati. Umuman o'xshash bo'lyapti-ku. Buni tomoni yo'q-ku. Tomoni yo'q bunda. Balandlik bor lekin. Nimadan foydalansak bo'ladi? Balandlik bor ekan bizda. Tomon yo'q-ku. Tomoni yo'q. Hajmlari nisbati balandliklar nisbati bo'lmaydi. Biza birinchi o'rinda balandliklarni topib olaylik. Mana bu VA ni silindr bilan buni radiusi berilgan-ku. Nima bo'ladi? Xo'p, nima deymiz? VA silindrning hajmi qaraymiz. VA silindrning hajmi barobar pi r a ning kvadrat ko'paytiraman h a bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p, VA bo'ladigan bo'lsa 112 pi barobar pi ko'paytiraman 4 ning kvadrati ko'paytiraman h a bo'lyapti. h a ni qiymatini topadigan bo'lsak, 112 ni pi larni qisqartiramiz. 112 ni 16 ga bo'lsak, 7 bo'lyapti. h a ni topdik. Endi bizga nima kerak bo'ladi? HB bilan HB bilan R1 kerak bo'ladi. Hozir hajmlari necha marta farq qilyapti? VB ni VA ga bo'ladigan bo'lsam 3024 pi ni bo'laman 112 pi ga. 3024 ni 112 ga bo'laman. 27 bo'lyapti. To'g'rimi? Bundan demak biz xulosa qilishimiz mumkin. Umuman o'xshashlik koeffitsiyentini bilamizki, masalan, A1 taqsim A2 ning kvadrati uchburchaklarda S1 taqsim S2 bo'ladi. Bunda ham xuddi shu narsa. A1 taqsim A2 ning kubi V1 taqsim V2 bo'ladi.
Bu yerdan masalan A1 taqsim A2 nisbat ildiz osti S1 taqsim S2. A1 taqsim A2 masalan ildiz osti V1 taqsim V2 bo'ladi. Ko'p ildiz osti faqat. Xuddi shu narsani bizlar qo'llab yuborsak bo'ladi. O'xshash bo'lgani uchun. Endi bundan bizni HA ni HB ga nisbatini bemalol yozishingiz mumkin. Ko'p ildiz osti VA ni VB ga nisbati deb. O'xshash chunki bo'ladi. O'xshashlik bizga aytilgan. Endi HA bizada bor 7 bo'laman HB ko'p ildiz osti VA 112 pi 3024 pi. Mana shunaqa. Bundan HB ning qiymati ne chiqadi? 21 chiqadi. HB ni topib olsak bo'ladi. Qarang. Demak, o'xshashlik koeffitsiyenti bizni 3 deb qarasak bo'ladimi? To'g'rimi? O'xshashlik koeffitsiyentiga mana buni sal teskari yozib qo'ysak yaxshiroq bo'ladi. Bir taqsim qilmasdan. HB ni HA ga nisbati ko'p ildiz osti demak VB ni VA ga nisbati deb. Mana bu yuqoridagi holat bo'yicha. HB HA bizada demak 7 ligi bor. Ko'p ildiz osti 3024 pi bo'laman 112 pi. Mana shu holatim ko'p ildiz osti 27 bo'lyapti. HB ni 7 ga nisbati 3 ekanda HB barobar 21 bo'ladi. Mana yozdik. Balandliklar 3 marta farq qilyapti-ku, radiuslarni ham 3 marta farq qilyapti deb bemalol aytsak bo'ladi. Hisob-kitob qilish shart emas. Radiusda demak B 12 bo'ladi, sababi buniki 4 ga teng. Bu 4 bo'ldimi, buniki 12 bo'ladi. Buniki 7 bo'ldimi, buniki 21 bo'lar ekan. Endi bizda nimani topishimiz kerak? To'la sirtlari ayirmasi. A uchun S to'la sirt nima bo'ladi? 2pi 4 ning kvadrati 2pr kvadrat plusdan 2pr h bo'lyapti. Mana shu narsam meni k ko'paytiraman pi ga teng. S biniki nima bo'lyapti? 2pi buning radiusi 12 bo'lyapti. 12 ning kvadrati plusdan 2pi r ko'paytiraman h. Buniki n pi bo'lyapti. Endi ikkalasini biz ayirib yuboradigan bo'lsak, pi ni chiqarsam n minusdan k. Hop, 288 pi plusdan 24 ni 21 ga ko'paytiramiz. 504 pi ayiraman 48 pi 32 pi bo'ladi. 32 pi minusdan 56 pi qolyapti. Mana. Pi ko'paytiraman n minus k barobar 288 ga 504 qo'shsak 792, 792 dan 32 ni keyin 56 ni ayirsak 704 pi qolyapti. Pi lar qisqaradigan bo'lsa n minus k barobar 704 bo'ladi. Endi biz umumiy demak bunga formula hosil qilib qo'ysak bo'ladi. Qanaqa qilib? Biz mana bu burchakka yozib ketaman. HB ni HA ga nisbati ko'p ildiz osti nima bo'ladi? VB ni VA ga nisbati bo'ladi. Endi HRB ni RA ga nisbati ko'p ildiz osti VB ni VA ga nisbati. Va uchinchi bog'lanishimiz qanaqa bo'ladi? Qarang. A1 taqsim A2 ni biz topdik. Ildiz osti S1 taqsim S2 ekanligini. Chunki mana bilamiz bu narsani. Va A1 taqsim A2 ning ko'pi V1 taqsim V2, yana A1 taqsim A2 ko'p ildiz osti V1 taqsim V2 bo'ldi. Va bundan mana bu ikkala holatda ildiz osti S1 taqsim S2 teng bo'ladi ko'p ildiz osti V1 taqsim V2. Va buni ham yozib qo'yaman. Ko'p ildiz osti SB ni SA ga nisbati ildiz osti ko'p ildiz osti VB ni VA ga nisbatiga teng bo'lar ekan. Mana shu bog'lanish bo'ladi. Agar sizda masalangizda masalan qattiq jismlarga doir masalangiz semalar bo'lsa, o'xshash deydigan bo'lsa, mana shu holatlar bilan masalani ishlashingiz mumkin bo'ladi.
Similar degan so'zimiz o'xshash dedimi? Mana shu narsalarni qo'llab ketish kerak. Tushunarli bo'ldimi hammaga? Konusti yoyilmasi buni tushuntirdim. Xullas, to'la sirtlari, hajmi, o'xshashlik hammasini noldan tushuntirdim. Bunga doir masala ham kelgan, faqat hammada sonlari har xil edi. Tushunarli bo'ldimi hammaga? Albatta videosini bo'lamiz. Shunday, radius 3 marta, balandligi 3 marta bo'ladi. Keyingi masalamizga o'tamiz. Endi statistika ekan. 6-masalaga menimcha hamma javobini bilsa kerak. Javobi nima bo'ladi? 6niki. 6-masala. Qarangizlar. Bizada buni doim aytganman. Statistikada qanaqadir hisob-kitob qiladigan bo'lsa, o'sha hisob-kitobim 0.2 chiqibdi. Masala har doim bir xil keladi. Hisob-kitob 0.2 chiqqan va uning margin of error xatoligi 0.08 bo'ladi. Bizdan so'rayapti based on this estimate degan bu hisob-kitobga ko'ra va margin errorga ko'ra which of the following quyidagilardan qaysi biri eng muqobil javob bo'ladi? Xulosa uchun. Conclusion degan xulosa. Xulosa uchun. Tushunyapsizlarmi? Bizani xulosamiz agar u hisob-kitob 0.2 bo'lgan bo'lsa, xatolik demak 0.08 bo'lgan bo'lsa, u 0.08 ga ko'p hisoblagan bo'lishi ham mumkin, kam hisoblagan bo'lishi ham mumkin. Demak, bizani aniq javobimiz 0.2 minus 0.08 0.2 plusdan 0.08 bo'ladi. 0.12 dan hisob-kitobimiz katta bo'ladi, katta yoki teng. 0.28 dan hisob-kitob kichkina bo'ladi. Buni demak darsda juda ham ko'p ko'rsatganman va odatda bizda ikkitalik javob keladi. Mana bu yerda ko'ryapsizlar, bitta son qatnashgan. Shuning uchun ham men 3 ta javobni birdan chiqarib tashlayman. It is plausible degani ishonarli mumkin bo'lgan proportion, qiymat, nisbat. Between degani o'rtasida. Bizani demak javoblarimiz 0.12 va 0.18 ni orasida bo'lar ekan. Tushunarli bo'ldimi hammaga? It is plausible degani mumkin bo'lgan yoki ishonarli. Mumkin bo'lgan yoki ishonarli. Sening mumkin bo'lgan yoki ishonarli qiymating mana bu ikkita sonning o'rtasida bo'ladi degan. Keyingi masalani qaraymiz, bu ham xuddi shu. Faqatgina shart sal boshqacharoq. Bir tadqiqotchi bir olim desak ham bo'ladi. Research degani o'zi izlanmoq. Bu yerda air qo'shimchasi bu kasbni yasaydi, bir olim. Is designing degani loyihalashtirmoq. Loyihalashtirmoq. Nimani? Study demak izlanishda. Investigate degani izlanish olib bormoq yoki tekshirmoq. Olim demak o'sha izlanuvchi tekshiryapti ekan. Average number of hours degani o'rtacha soatlar soni. Average o'rtacha. Number of degani
Soni. Nimalar soni? Soatlar soni. Soatlar. Bir olim demak loyihalashtiryapti ekan nimani? Bir izlanishda o'rtacha soatlar soni. Bir studentni. Bir student. A student. High school yuqori maktabda spend sarflaydigan. Spend sarflamoq. Nimaga? Or reading o'qishga. Reading degani o'qishga. Per day degani kuniga. Bir kunda. Bu bilan nima demoqchi? Bu olim nechtadir studentda qanaqadir izlanish olib boradi. U masalan o'sha student masalan 100 tadir, 1000 tadir kuniga o'zini o'qish uchun o'rtacha qancha soat sarflaydi? O'sha sarflamoq degan fe'l spend bo'ladi. Tushunasizlar? Kimdir 5 soat, kimdir 10 soat, kimdir 15 soat sarflaydi. Shu narsani demak statistikasi olmoqchi. O'rtacha qanaqa bo'lishi mumkin deb masalan. Va bu olim report xabar beribdiki, xabar bermoq. Bu olim xabar beribdiki, the average o'rtacha number of our soatlar soni bitta student high school degan maktabda sarflaydigan reading o'qish uchun. Va u olim qilgan o'zini xatosini ham hisoblab qo'yibdi. Margin error degani xatolik. Masalan, aytaylik, Anvar 100 metr masofani 11 sekundda bosib o'tdi. Taxminan aytyapsiz, men adashishim mumkin plus minus 1 sekundga degani Anvar 10 sekund bilan 11 sekund o'rtasida o'sha 100 metr masofani bosib o'tishi mumkin. Demak, biza adashayotgan narsamiz margin error bo'ladi 1 sekund. Ya'ni siz bilmaysizda 10 bilan 11 da orasida kelishi mumkin Anvar. Siz o'zi bilasiz 11 deyapsiz, lekin xatolik 1 sekund bo'lishi mumkin degani mana shu narsa margin error bo'ladi. Bu yerda ham aytayapti u olim report xabar beribdi. O'rtacha demak bitta student sarflaydigan soat va o'zini qilgan xatosi margin error bo'yicha. Olim consider degani muhokama qilmoq using random sample. Random sample degani tavakkaliga namuna qilgan. Tavakkaliga namuna olgan. Sample degani namuna. Qayerdan namuna olyapti? Kimdan olyapti? Either or degani yoki unisi yoki bunisi. Yoki unisi yoki bunisi. U olim 105 ta demak student yoki 210 ta studentdan random sample so'rovnoma o'tkazyapti demoqchi-da. Random sample degan so'rovnoma, namuna olmoqchi. O'sha from the high school, o'sha yuqori maktab o'quvchilaridan, maktabda o'qiydigan o'quvchilardan. Ya'ni o'sha olim oldiga chaqiradi, masalan, birinchi safar 105 ta bola. Aytadi, sen qancha soat dars qilasan yoki ulardan to'liq statistika ma'lumot ol, bloknotga yozib ketaveradi. Ikkinchi holatda 210 ta boladan olyapti. Va o'sha olim bu bolalarni, demak, o'rtacha qiladigan darsini hisob-kitob qiladidan yana o'rtachasini chiqarib qo'yadi. 105 ta uchun yoki 210 ta uchun. Shu narsa haqida gap ketyapti. U olim 105 ta yoki 210 ta boladan random sample oladigan bo'lsa, which of the following quyidagilardan qaysi biri bo'la oladi? Bo'la olmoq. Nima bo'ladi? The most. Demak, eng yaxshi. Eng yaxshi. Demak, ehtimoli bo'ladi. Effect. Using. Using degani foydalanib. Eng yaxshi ehtimol bo'ladi. The larger random sample. Larger random sample degani kattaroq namuna. Bu 210 tani nazarda tutyapti. Kattaroq namuna compare to degan taqqoslamoq. Kattaroq namuna, ya'ni 210 ta. Larger degan so'zni ham yozib ketaman. Katta degan, kattaroq.
Kattaroq demak namuna bu 210 ga nisbatan aytilib, o'sha 210 ta bilan smaller random sample 105 talik namuna. Smaller degan so'zimiz kichikroq. Kichikroq namuna bu 105 taga urg'u beradi. Nima qilinganda? Compare to taqqoslanganda. Taqqoslamoq. Quyidagilardan qaysi biri effektivniy javob bo'ladi yoki eng yaxshi javob bo'ladi? Katta random sample bilan kichkina random sample 210 ta bilan 105 ta taqqoslanganda. Statistikada aytganman. Agar so'rovnomadagi qatnashuvchilar soni yoki bo'lmasa tajribalar soni yoki bo'lmasa odamlar soni qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, xatolik shuncha kam. Tushunyapsizmi? Aytaylik, 210 ta bola bu uchun hisob-kitob qilindi. Bundagi xatolik margin error 1, 105 ta bola margin error 2. Ikkalasi ham demak hisob-kitob qilinib, o'rtacha demak o'sha darslikka sarflaydigan vaqt hisob-kitob qilinadi. Mana bu large random sample bundan katta bo'lgani evaziga xatolik 2, kichkina xatolik 1 dan bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Tajribalar soni qancha ko'p bo'lsa, xatolik shuncha kam bo'ladi. Ya'ni o'sha sizning tajribangizda odamlar soni qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, siz haqiqatga shuncha yaqin borasiz. Xatoligingiz kamayib boraveradi. 105 ta bu 210 dan kichkina bo'lgani uchun, demak 210 menga aniqroq faktni beradi 105 ga nisbatan. Chunki so'rovnomada 210 ta bola bor. Shuni hisobiga demak bizning to'g'ri javobimiz kattaroq namuna bilan masala shartida aytyapti. Kattaroq namuna bilan taqqosla kichikroq namunani. To'g'ri javobim margin error pastroq bo'ladi yoki lower degani kichikroq bo'ladi. Reported. Report degan xabar berilgan demak o'sha natija xatolik lower degani pastroq yoki kichikroq bo'ladi deyapti. Nimaga? Chunki bizda 210 ta odam bor. So'rovnomadagi odamlar soni ko'p bo'lgani uchun bizning javobimiz haqiqatga yaqin bo'ladi 105 taga nisbatan. Va bunaqa masalalarda har doim tajribalar soni yoki odamlar soniga qarab xatolik taqqoslanadi. Mana bu yerda masalan number of hours, bu yerda ham soatlar, bu narsalarga hech qanaqa bog'liq emas javob. Har doim javob xatolikka bog'liq bo'ladi. Testdagi kalitlar xatolikka nisbatan olinadi bu yerda. Tushunarli bo'ldimi hammaga? O'zingiz uchun eslab qo'ying, so'rovnomadagi odamlar soni qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, xatolik shuncha kam bo'ladi. Bo'ldi, boshqa qoidasi yo'q buni. Qanaqa qoidasi? Keyingi masala. A proposal. Proposal degani taklif. Bir taklif. Nimaga taklif? For a construction degani bir qurilish uchun. Non article bir, construction degani qurilish, for uchun. Bir qurilish loyihasi uchun project degani loyiha. Nima bo'lyapti? Proposal, taklif bor ekan. Va bu o'z ichiga olgan was included, include degani o'z ichiga olmoq. O'z ichiga oladi. City election ballot. Bu so'rovnomani o'z ichiga oladi. Election ballot degani saylov. Bitta taklif bor ekan, qurilish loyihasi bo'yicha. Bu endi o'sha so'rovnomada, saylovda aniqlanadi deb aytyapti bizga. Masalan, o'sha loyihaga odamlar rozimi? O'sha proposal taklifga yoki norozimi? Agar rozilar soni masalan ko'p bo'ladigan bo'lsa, loyiha boshlanib bitkaziladi. Bo'lmasa loyiha bekor qilinadi. Shu narsa haqida gap ketyapti. Shunaqa taklif bor ekan. Construction qurilish, project loyiha, proposal taklif.
bir TV yangiliklari, news degani yangiliklari. Bir TV yangiliklari. Report degan so'zimiz bor ekan, xabar beribdiki, xabar bermoq. Qaysiki 8 marta ko'p. Many degan so'zimiz bor ekan, ko'p. 8 marta ko'p odamlar ovoz beribdi. Ovoz beribdi. Nima? In favor. Ya'ni in favor degani rozi. Mana bu yerga yozib qo'yaman. In favor. 8 marta ko'p odam rozi deb ovoz bergan. Nimaga? Of the proposal, taklifga. Kimga nisbatan? Odamlar kimki ovoz bergan, against degani qarshi. Tushunasizlarmi? In favor degan so'z keladigan bo'lsa, buni har doim rozilar deb tushunavering. O'sha loyihaga. Against so'zi keladigan bo'lsa, bu norozilar yoki qarshilar. Va masala shartida 8 marta ko'p odam ovoz bergan rozi bo'lib. Of the proposal, taklifga kimki ovoz bergan qarshilarga nisbatan. Qarshilar x da, favorlar 8x da desak bo'ladi. An internet, bir internet maqolada, article degani maqola. Bir internet maqolada reported, xabar beribdiki 24,500 ta more people. More degani ko'p, 24,500 ta ko'p odam ovoz bergan, in favor, rozi bo'lib, of the proposal, taklifga. Endi taklifga 24,500 ta odam ko'p ovoz bergan. Than degani ga nisbatan. Nimaga nisbatan desa, ovoz bergan against it, unga qarshilarga nisbatan. Rozilar qarshilarga nisbatan 24,500 ta ko'p ovoz beribdi. Based on degani ga asoslangan. Ga asoslangan. Nimaga asoslangan desa, this data, bu ma'lumotlar. Bu ma'lumotlarga asoslangan holda how many people, nechta odam. How many degani nechta odamlar ovoz bergan. Bizdan nimani so'rayapti? Against bo'lib. Against degani qarshi bo'lib ovoz bergan. Nimaga desa, the proposal, taklifga. Bizdan x ni so'rayapti. 7x barobar 24,500 tenglamani yechadigan bo'lsak, x ning qiymati demak, hop 245 da 3500 bo'lyaptimi? 3500 ta odam norozi bo'lgan ekan. Va bizdan aynan shu narsani so'ragan. Tushunarli bo'ldimi hammaga? Keyingi masala. In a random sample, demak bir so'rovnoma. Bir so'rovnomada 276 ta residents degani mahalliy aholi. Aholi. So'rovnomada 276 ta aholi. In a certain degani bir. Bir building degani bino. Bir binoda 276 ta aholi, bir binoda, buildingda 9 ta aholi xabar beribdiki, report degani xabar bermoq. Nima deb xabar bergan? Ular 9 taga nisbatan take degani olmoq. Ya'ni take the train to work. Ishga borishga train degani nima edi? Poyezdmidi? Poyezd, to'g'rimi?
276 ta aholidan so'rovnoma olganda bir binoda 9 ta aholi xabar beribdiki, ular poyezdda borar ekan, to work degan ishga. Ishga. Train degani poyezd. Tasavvur qiling. 276 ta aholidan so'rovnoma olingan va aytyapti, mana shundan 9 tasi ishga poyezdda borar ekan. Take degani take the train to work degani poyezd oladi ishga. Endi poyezdga boradi, poyezd bilan boradi ishga demoqchida. Agar if agar there agar bor bo'lsa, total of degani umumiy. Umumiy bizada 1380 ta residence degani residence aholi bo'ladigan bo'lsa, this building bu binoda 1380 ta aholi bo'ladigan bo'lsa, which of the following quyidagilardan qaysi biri bo'ladi? The best estimate degani eng yaxshi javob bo'ladi yoki hisob-kitob bo'ladi. The number of degani soni. Soni kimlar soni? Binodagi aholi soni, building binodagi residence aholi soni bo'ladi. Who kimki, take degani olmoq. Nima oladi? The train to work, ya'ni to work ishga poyezdda boradi. Train poyezdda. Tasavvur qiling, men ixtiyoriy 1380 ta odamdan 276 tasini tanlaganimda 9 tasi poyezdda ishga borar ekan. 1380 ta agar odam bo'ladigan bo'lsa, mana shundan nechtasi poyezdda ishga boradi desa, demak 1380 ga 276 ni 9 ko'paytirib qo'yaman. Mana bu statistika. Javobim demak 45 ga teng bo'lib qolar ekan. Keyingi masalaga o'tamiz. The values qiymatlar. And data sets to'plamlar. Data sets degan to'plamlar X and Y shown ko'rsatilgan. And the table degani jadvalda. Jadvalda bizga bir nechta qiymatlar ko'rsatilgan. X to'plamining qiymatlari va Y to'plamining qiymatlari. The standard deviation, standart og'ish X to'plamniki J ga teng, standart og'ish, standard deviation Y niki S ga teng ekan. Which of the following quyidagilardan qaysi biri statements degan tasdiqlar about haqida. Nima haqida? Standard deviation of data sets. Standart og'ish bu to'plamlar bo'yicha to'g'ri bo'ladi. Quyidagilardan qaysi biri deb bizga 4 ta javobni beribdi. Tushunasizlar? Endi qaraymiz. Agar bizada bir to'plam bo'ladigan bo'lsa, x1, x2, x3 va hokazo xn. Biz standart og'ish topish uchun birinchi bu to'plamning o'rta arifmetik qiymatini hisobladik. xn ni n ga bo'laman va standart og'ish topishim uchun to'plamning har bir elementidan o'rta arifmetik qiymati kvadratga ko'tarib to'plamdagi elementlar soni n ta bo'lgani uchun n ga bo'lib va bundan ildiz olib qo'yardim. To'g'rimi? Bundan demak ildiz oladigan bo'lsak, standart og'ish demak hisoblagan bo'lar ekanmiz. Endi darsda aytganim, agar to'plamning har bir elementiga bir xil son qo'shiladigan bo'lsa yoki ayriladigan bo'lsa, standart og'ish o'zgarmaydi. Buni standart og'ish a ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu uchun ham standart og'ish a ga teng bo'lib qoladi. To'plamga bir xil son qo'shilsa yoki ayrilsa, standart og'ish o'zgarmaydi. Endi e'tibor qiling, data set Y ga
yoki dataset X ga qarang. Y da demak to'plamdagi demak har bir elementiga 9 qo'shilib ketilyapti. 11 qo'shilib ketilyapti. Mana bu 2, mana bu 2 bo'lsa, bu to'plamga 11 qo'shilib 13 bo'ldi. 13 bo'ldi. 3 bo'ldi, 11 qo'shildi, 14 bo'ldi. 11 qo'shildi, 11 qo'shildi, 16 bo'ldi, 11 qo'shildi, 17 bo'ldi, 11 qo'shildi, 17 bo'ldi. Bizani Y to'plamimiz dataset Y, mana Y to'plam bo'ladigan bo'lsa, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6. Bu to'plamga demak 11 qo'shilib 2 plus 11, 2 plus 11 va hokazo 6 plus 11, 6 plus 11. X to'plami hosil bo'lyapti ekan. Buni avtomatik demak aytishim mumkin, standard deviation X standard deviation Y ga teng bo'ladi. Bularning standart og'ishlari G bilan S bo'ladigan bo'lsa, G bilan S teng bo'lib qolar ekan. Endi bu yerda Q bilan S ketib qolibdi. Tushunarli bo'ldimi? Desmosda S mana STD IV mana shu standart og'ish hisoblaydi. Misol sifatida aytaylik. Qarang. 1, 2, 3 soni bor. To'g'rimi? Birinchi o'rta arifmetik qiymat topiladi. 1, 2, 3 3 ga bo'linadi. 2 bo'ldi. Standart og'ish topishim uchun to'plamni har bir elementidan o'rta arifmetik qiymatni ayirib kvadratga ko'taraman. Va to'plamdagi elementlar soniga bo'lib qo'yaman. Ildizosi 2 taqsim 3 bo'ldi. Endi mana shu to'plamdagi elementimni har biriga bir xil son qo'shaman. 1 ni qo'shdim. 2, 3, 4 bo'ldi. O'rta arifmetik qiymatni hisoblayman. 2 plus 3 plus 4 bo'laman 3 ga. 3 bo'lyapti. Standart og'ish topmoqchi bo'lsam, 2 minus 3 ning kvadrati, 3 minus 3 ning kvadrati plusdan 4 minus 3 ning kvadrati bo'laman 3. Bu ham ildizosi 2 taqsim 3. Tushunasizmi? Demak, bir xil son qo'shilsa, bir xil son ayrilsa standart og'ish o'zgarmaydi. Agarda x1, x2 va hokazo xn bu to'plam uchun standard deviation a ga teng bo'ladigan bo'lsa, to'plamda har bir elementi k ga ko'paytirildi. Bu to'plam uchun standard deviation nimaga teng bo'ladi? K ko'paytiraman a ga teng bo'ladi. To'plamda demak har bitta elementi bir xil songa ko'paytirilsa, standart og'ish ham o'sha songa ko'paytiriladi. K 5 bo'lsa ham, 1 taqsim 5 bo'lsa ham farqi yo'q. Necha marta ortsa standard deviation shuncha ortadi to'plamda har bir element. Necha marta kamaysa standart og'ish shuncha kamayar ekan. Endi standart og'ish nima? Bu haqida to'liq tushuntirib o'tmayman. Mana shu narsani bilib qo'ysangiz yetarli. Tushundingizmi? Buni o'zi ham alohida kattaroq mavzu hisoblanadi. Keyingi masalani qaraymiz. A to'plam va B to'plam each har biri consist of dan iborat. A to'plam va B to'plam har biri 26 ta qiymatdan iborat ekan. The table. Table degan so'zimiz jadval. Jadval bizaga show degani ko'rsatmoq. Ko'rsatarkan. The frequency bo'lsa takrorlanishlar soni. Takrorlanishlar soni. Jadval bizaga takrorlanishlar sonini ko'rsatar ekan. Of the values qiymatlarning. Tushunasizmi? Qiymatlarning takrorlanishlari sonini ko'rsatar ekan har bir to'plamda. Each dataset, each degani har bir dataset to'plam. Har bir to'plamdagi takrorlanishlar sonini ko'rsatadigan bo'lsa, which of the following quyidagilardan qaysi biri statements tasdiqlar. Tasdiqlar. Best compare degani eng yaxshi. Compare degan so'zimiz taqqoslamoq. Bizga taqqoslab beradi.
mean o'rta arifmetik qiymat of the two data sets. Bu ikkita to'plamning o'rta arifmetik qiymatini taqqoslab beradi. Bu savol noyabrga tushgandi. Endi e'tibor qiling, value degan bu so'zimiz qiymat. Dataset A to'plami uchun bularni frequency bo'lsa takrorlanishlar soni. Xuddi B uchun ham bu ham bo'lyapti takrorlanishlar soni. Bu nima degani? Seni 40 degan soning 2 marta takrorlandi to'plamingda. Mana 40 dan 2 ta. 43 degan soning esa 4 marta to'plamingda takrorlandi. Oxiri boryapti-dagini, sening 52 degan soning 8 marta takrorlandi. Mana bu 8 marta. Buni to'plam ko'rinishga o'tkazib oladigan bo'lsak, xuddi shunaqa yoziladi. Frequency bo'lsa bu takrorlanishlar soni, value bu qiymat. Endi buni biz hisob-kitob qilishimiz shart emas, qarang. B to'plamda ham xuddi shu narsa, sening 40 degan qiymating 8 marta takrorlandi, 43 deganing 7 marta, shunaqa ketyapti. B to'plamda ekan. To'plamdagi elementlar soni bularning soni bilan aniqlanadi, yig'indisi bilan. Ikkalasini ham qo'shadigan bo'lsangiz, 26 ga teng bo'ladi. Endi o'rta arifmetik demak, qaysi biriniki katta desa, men A ni o'rta arifmetik qiymati katta deyman. Chunki mana bunda 52 eng katta son bo'ladigan bo'lsa, bunda A da 8 marta takrorlanyapti, B da 2 marta takrorlanib qolgan. 49 ham katta son. Bunda 7 marta takrorlanyapti, bunda 4 marta. Katta sonlar qancha ko'p takrorlansa, menga o'rta arifmetik qiymat shuncha kattaligi ko'rinib qoladi-da. Shuni hisobiga o'rta arifmetik qiymat A ning o'rta arifmetik qiymati katta bo'ladi B ning o'rta arifmetik qiymatiga. Hisob-kitob shart emas. Xohlasangiz to'plamni elementlarni qo'shib 26 ga bo'lsangiz ham javob chiqadi. Lekin u narsa kerak emas. O'rta arifmetik qiymat A to'plam greater than katta. O'rta arifmetik qiymat B da. Tushunarli bo'ldimi hammaga? Yozamiz. Yaxshi. Hop, keyingi masalaga qaraymiz. Yana statistika. Dataset A va dataset B each har biri have degan ega 11 ta values qiymatlarga. Which of the following? Quyidagilardan qaysi biri statements? Quyidagilardan qaysi biri tasdiqlar? Best compare degani eng yaxshi taqqoslab beradi. Eng yaxshi taqqoslab beradi medianasini A to'plam va medianasi B to'plam uchun. A bilan B ni biz medianasini taqqoslashimiz kerak ekan. Birinchi elementlar sonini qaraymiz. 11 tadan element bor ekan, demak, agar elementlar soni tog' bo'ladigan bo'lsa, 11 da 2 ga bo'lib butun qismini olib 1 da qo'shib qo'yish kerak. 5 plus 1, 6-chi element mediana bo'ladi. 1 2 3 4 5 6 8. 1 2 3 4 5, 6-chi element yana 8 ga to'g'ri kelyapti ekan. Demak, mediana A teng bo'lyapti mediana B ga. Equal degan javobni olamiz. Medianalar A va B larniki equal. Teng. Bizda C javobga to'g'ri kelar ekan. Keyingi qismga o'tamiz. 13-savol ham noyabrda kelgan. Dataset F to'plam consist of deganidan iborat. Bizning F to'plamimiz 55 ta butun son. 55 ta butun son. Qayerdagi the values of qiymatlar har biri butun son. Each har biri integer degani butun son. Between degan so'zimiz bor ekan va o'rtasida.
Nimani o'rtasida desa, 150 va 260 o'rtasidagi sonlar ekan. Qarang, bizada f bor, to'plam x1, x2 va hokazo x55 va bu elementlarim har biri 150 bilan 260 dan chiqib ketmagan. 150 dan katta, 100 260 dan kichkina deb masalaga shart qo'yibdi. Mana shu oralikda xohlagan 55 ta son olsangiz bo'ladi demoqchida. Data set G to'plam consists of the same degani bir xil. Bir xil 55 ta butun sondan iborat. Shu bilan birga as well as degani bilan birga. Shu bilan birga bu to'plamga 10 degan son ham qo'shilib qolibdi-da. As well as bilan birga 10 soni ham bor ekan. Tushunamsiz-da? Yana qaytaraman. G to'plam 55 ta butun son bor va butun son 10 ham bor ekan unda. Mana G bu 10 dan boshlanyapti. 10 x1 x2 va hokazo x55. Which of the following quyidagilardan qaysi biri must be degani bo'lishi shart. Quyidagilardan qaysi biri bo'lishi shart? Nima bo'lishi kerak? Less than for dataset G to'plam uchun less degani kichik. G to'plam kichik bo'lishi kerak ekan. Less than degan kichik for dataset F. Qaysi elementlar G niki F dan less than degani kichik. Qaraymiz, e'tibor qilamiz. Bizada G ning elementlari qaysi biri kichik? Mediana bilan o'rta arifmetik qiymat taqqoslanyapti. Tasavvur qiling, F da, demak, hamma sonim masala sharti bo'yicha 150 bilan 260 orasida. Lekin bizani ikkinchi to'plamimizga bitta kichkinaroq son qo'shilib qolibdi-da. Men bundan konkret ayta olaman. O'rta arifmetik qiymat G niki kichkina bo'ladi, o'rta arifmetik qiymat F niki. Chunki G ga 10 degan son qo'shilib qoldi, juda kichkina son. Buni hisobiga G ning o'rta arifmetik qiymati F dan kichik bo'lib ketadi. Har doim birinchisi to'g'ri bo'ladi. Lekin men mediana haqida nimadir gap ayta olmas ekanman. Chunki o'rtadagi elementlarimni o'zim tanlaganim hisobiga, agarda o'rtadagi elementlarimni bir xil qo'yadigan bo'lsam, medianada teng bo'ladi. Kichik bo'lib qolishi ham mumkin. Tushunyapsizlarmi? Ikki har doim ham to'g'ri bo'lmas ekan. Faqatgina birinchisi bo'ladi. Kim mediana bo'yicha tushunmay qoldi? Agar tushunmagan bo'lsangiz, qaytadan tushuntiraman. Nima uchun mediana bo'lmasligini kim tushunmadi? Medianani tushunmagan bo'lsangiz, yozib tushuntiraman. Hop, tasavvur qilamiz. F to'plam. Mana F to'plamni oldim. Nima deyman? Hop, 150 bilan 260 orasidami? F to'plamni hamma elementini 151 deyman. Hamma elementini 151 deyman. Tasavvur qiling. 151, 151, 151 va hokazo hammasi 151. Mana F to'plamni hosil qildim. Endi bu to'plam uchun mediana nimaga teng bo'ladi? 55 ta element bo'ladigan bo'lsa, mediana nechinchi element bo'ladi? Butun qismini olyapman, 27 plus 1. 28 element. 28 element ham 151 ku, to'g'rimi? Bundan mediana 151 bo'lishi aniq. Endi G to'plamini qaraymiz. 10 deyman, buni ham hammasini 151 deb olaman. Mana. Endi bizada 56 ta element bor. Bunda 55 ta element bor. 56 ta element bo'ladigan bo'lsa, o'rtada turgan elementlarni qo'shib 2 ga bo'lishim kerak. Juft o'rtada turgan elementlarni ayta olingizlar. Nechinchi elementlar bo'ladi? O'rtadagilar.
27 bilan 28 bo'ladi. 27-element bilan 28-elementni qo'shib 2 ga bo'lsam, 151 plus 151 taqsim 2. Yana 151 chiqyapti. Demak, hozir mediana F bilan mediana G teng bo'lib qoldimi? To'g'rimi? Tengligini biz ko'rsatib qo'ydikmi? O'rta arifmetik qiymat aniq F katta-ku. O'rta arifmetik qiymat 100% katta bo'ladi. Mana buni o'zi o'rta arifmetik qiymati 151 bo'lgandan keyin buniki kichirib ketadi-ku. 151 ko'paytiruv 55 plusdan 10 taqsim 56 kattami? 151 ko'paytiruv 55 taqsim 55 kattami? Kichik son qo'shilgan evaziga bu katta bo'ladi. Mediana teng qarangizda. Mana bu yerda medianalarni men teng holatini ko'rsatdim. Bunaqa holatlar boshqacharoq bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun ham aytib bo'lmaydi. Bitta minus holatini men sizga ko'rsatib beryapman. Agar o'rtadagi sonlarni sal boshqacharoq olsangiz, medianalar bir-biridan farq qiladi. Mediana formulasi qanday edi? Tushuntirib yuboring. Mediana degani bu o'rtadagi element. Masalan, 1, 2, 3, 4 bo'ladigan bo'lsa, bu to'plam uchun mediana nima bo'ladi? 2 bilan 3 ning yig'indisi yarmi bo'ladi. 2,5. Agarda to'plamda elementlar soni juft bo'lsa, bunda 4 ta element bor. Agarda 1, 2, 3 bo'ladigan bo'lsa, o'rtada turgan mediana. Bunda mediana 2 ga teng bo'ladi. Toq bo'ladigan bo'lsa, o'rtadagi, juft bo'ladigan bo'lsa, o'rtadagini, demak, 2 tani qo'shib 2 ga bo'lamiz. Mediana degani 1, 2, 3, 4, 5 bo'ladigan bo'lsa, siz shunaqangi son tanlashingiz kerakki, o'ngdagi elementlar soni bilan chapdagi elementlar soni bir xil qolishi kerak. Ikkitadan qolyapti. Bunda juft bo'lgani uchun o'rtadagi ikkita element yig'indisi. Yig'indisi yarmi. Mana bu yerda 27, 28 emas, 28 plus 29 bo'lmaymi? A 28 plus A 29 taqsim 2 bo'ladi o'rtadagi, to'g'rimi? Bu formula emas, o'rtadagi elementlarni olyapmiz. Keyingi masalani qaraymiz. Number of degani soni. Nimalar soni? Qirolicha chumolilar. Hasharotlar. Ants degani hasharotlar, chumolilar dedik. Qirolicha demak chumolilar soni. Number of koloniyalar soni. Tushunyapsizlar? Olimlar collect degan so'zimiz bor ekan, to'plamoq. Olimlar to'plabdiki, according degan nima? So'z tarjimasi. Boshoqmi? Nima deymiz? Boshoq deb chiqyapti. Olimlar demak yig'ibdi acorns. Qaysiki har bir demak uyada, bir koloniyada particular maxsus demak species degan turlar va ular analyze degani ko'zdan kechirildi. Har bitta koloniyaning structure, tuzilishi.
Bu koloniyalar uchun jadval summarize degan tasvirlab bermoqda. Jadval bizga tasvirlab berar ekan, the number of degani soni. Nimalar soni? Qurollicha chumolilar soni har bitta koloniyadagi. Plyus olimlar demak, bu hasharotlarni o'rganib chiqyapti ekan. Asosiy maqsad nima? Har bitta koloniyadagi the number of qurollichalar sonini aniqlash. For these colonies degani bu koloniyalar uchun. Hop, nimaga teng bo'ladi? Mediana number of queen degani medianasi nimaga teng bo'ladi? Bu qurollicha chumolilar bitta koloniyadagi. Per colony degani bir koloniyadagi. Qarang. 11 ta koloniyada bittadan qurollicha bor ekan. Tasavvur qiling. 11 ta koloniya bor. Mana 1 1 1 1 1 6 7 8 9 10 11. 11 ta koloniyada bittadan qurollicha bor ekan. Endi 9 ta koloniyada ikkitadan qurollicha bor ekan. 2 2 2 va hokazo 2 mana bu 9 ta. Ondan keyin 7 ta koloniyada 3 tadan qurollicha bor ekan. 7 ta koloniya 3 3 va hokazo 3 mana. 7 ta koloniyada 3 tadan qurollicha bor ekan. Oxiri tugab 6 ta koloniyada 5 ta qurollicha bor ekan. Oxirgi to'plam tugayapti 5 5 5 5 5 5. Chunki 6 ta koloniyada 5 tadan qurollicha bor ekan. Qarang, men o'z to'plamda nechta element bor? Elementlar sonini topishim uchun buni hisob kitobini olishim kerak. 11 plus 9 plus 7 plus 6 plus 6. 20 27 27 ga plus 12 39. Menda jami 39 ta koloniya bor ekan. To'plamdagi elementlarning soni esa 39 ta bo'lar ekan. Mana shunaqa yozib chiqsam. 39 ta element bo'ladigan bo'lsa, nechinchi elementim medianasi bo'ladi? To'plam elementlar top 39 ni 2 ga bo'lib butun qismini olaman, 1 ni qo'shaman. 18 19 plusdan 1. 20-chi elementim, mana bu 20-chi elementim o'rtada turibdi. Bu tomonda 19 ta element bor. Undan keyin 19 ta element bor. 19 A20 bitta element plus 19 mana 39 bo'lyapti-da. 20-chi elementim necha bo'lsa, o'sha mediana bo'ladi. 11 ga 9 mana 11 ga 9 qo'shsa 20, 20-chi elementim 2 ga to'g'ri kelyapti. Ya'ni bu degani A20 2 bo'lib qolar ekan. Javobim ham 2 bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi hammaga? Bu ham testda kelgan savol. Endi ikkinchi section bunaqa qiyin bo'lmaydi, terilgan variant bu. 15-chi savol. Savol. Data set. Bir to'plam. Orbital period, ya'ni orbita davri. Orbita period degan davr. Round to degani yaxlitlamoq. Yaxlitlanibdi. Round the nearest degani eng yaqin. Eng yaqin whole number. Natural songacha. Whole number degani biz bilamiz, whole numbers 0 dan boshlanadi. 0 1 2 3 hokazo ketadi. Endi buni natural son deb ketsak bo'ladi, 0 hisoblamagan. Bir to'plam orbita davrini ko'rsatib berar ekan va bu yerda yaxlitlangan holati bor ekan. Yerdagi demak kunlar 13 kun. Yupiterdagi oylar. Yupiterdagi moons degan oylar is represented.
as represent degan ifodalandi. Ifodalandi. Dot plot degan nuqtalar ko'rinishda. Orbita demak davrlari period, kunlar. Mana shunaqa bizada ifodalanibdi bu narsa. Bu nima degani? Masalan, bu orbita davrlarini yozib chiqadigan bo'lsam, 721 mana bu yerda turibdi, yozilmagan faqat. 721 dan ikkita turibdi. Ondan keyin 723 dan 3 ta. Har birini shunaqa to'plam ko'rinishda yozadigan bo'lsak, oxiri 732 da bitta bor ekan. Hozir bu yerda nuqtachalarni sanab chiqsangiz, to'plamda 13 ta element bor. Har bitta nuqtacha bitta element, bu elementning qiymati to'g'ridan pastdagi raqamga to'g'ri keladi. Orbita demak period davrlari yozib chiqilgan. Bir qo'shimcha an additional degani bir qo'shimcha. Bir qo'shimcha oy orbita periodi bo'yicha 628 kun is added to. Add to degani qo'shildi. Add to degani qo'shmoq. Qarang, yana bitta orbital davr qo'shilibdi. 628 kunlik davr bu. Davr degani aylanishga nisbatan. Va original data set. Original data set degani asl to'plam. Asl to'plam. Bizda asl to'plam qaysi desa, mana bu 13 talik elementga endi yana bitta son qo'shildi. 628 kunlik davr va create degani yaratilmoq. Yaratmoq. Yaratmoq. Nima yaratildi? Yangi to'plam, new data set. Yangi to'plam yaratildi. 14 talik orbita davr bo'lyapti bizda. Chunki bitta 628 qo'shildi-da oldinga. Which statement? Qaysi tasdiq? Statement degani tasdiq. Qaysi tasdiq? Best eng yaxshi compare degani taqqoslamoq. Taqqoslamoq. Qaysi bizga taqqoslab beradi? O'rta arifmetik qiymat va medianani. Yangi to'plam, o'rta arifmetik qiymasi va medianasi. Original data set, asl to'plamga nisbatan. Original data set degani asl to'plam yoki dastlabki to'plam. Mana shu bilan compare degan taqqosla. O'rta arifmetik qiymat va medianasi. New data set, yangi to'plam. Qarang. Bizning to'plamimiz original data set mana bu. Endi xuddi shu to'plam 6 ga 628 qo'shilib qoldi. 628 endi 721 yana 721 oxiri 732 da to'xtayapti. Bunda 14 ta element bor. Aniq biz bilamiz. Birinchi to'plam original data setni o'rta arifmetik qiymati teng bo'ladi new data setga. O'rta arifmetik qiymati debman. O'rta arifmetik qiymati asl to'plamniki ikkinchi to'plamga nisbatan katta bo'ladi. Chunki bunga kichkina element qo'shilib qoldi, 628. Tushunyapsizlar? Birinchi to'plamni demak o'rta arifmetik qiymati katta bo'ladi yangi to'plamga nisbatan. Endi medianasi. Birinchi to'plam uchun mediana nechinchi element? 13 ta element bo'ladigan bo'lsa 7-chi element. 1 2 3 4 5 6 7. 7-chi element nechiga to'g'ri kelyapti? 7-chi element 224. Endi mana bu yerga yana bitta nuqtacha qo'shildi. Mana bu nuqtacha qo'shildi. Qarang, mana bu uchun mediana 724 ga teng bo'ldi. Buni o'chirib tashlayman. Mana bu yerga bitta nuqtacha qo'shildi. 624 degan. Endi 14 talik element hosil bo'lyapti. 14 ta element bo'ladigan bo'lsa, nechinchi elementlar bo'ladi mediana? A7 plus A8 taqsim 2 mi? To'g'rimi? 1 2 3 4 5 6
7, 8. 724 plus 724 taqsim 2. Ya'ni 724 chiqyapti. Medianasi demak katta bo'lar ekan. Medianasi teng bo'lar ekan, o'rta arifmetik qiymat birinchisi katta bo'ladi. Qaysiga to'g'ri keladi? Bizim min o'rta arifmetik qiymat yangi to'plamniki less than kichik. O'rta arifmetik qiymat original dataset asl to'plamga nisbatan new dataset less than va medianalari yangi to'plamniki equal to. Equal to degan teng bo'ladi. Medianasi asl to'plamga nisbatan. Javob to'g'ri bo'ladi. Demak, qolgan tahlilni keyingi darsga ko'ramiz. 6 tami 7 ta misol qolyapti. Dars hammaga tushunarli bo'ldimi? Test ertaga beraman. Videosini YouTube'ga joylayman, yana bir qaytadan ko'rib chiqasiz. Mayli ustozlar, charchamaysiz, sog' bo'linglar.